Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi fa harfi haqida gaplashamiz. Har doimgidek fa harfining yozilish jihatiga e'tibor beramiz. Arab tilidagi fa harfi 4 xil ko'rinishli harf bo'ladi. Ya'ni o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanganligi sababli esa uning alohida ko'rinishi, so'z boshida ko'rinishi, so'z o'rtasida ko'rinishi va so'z oxirida ko'rinishlari bor. Fa harfining alohida ko'rinishi, ya'ni alfabetning ko'rinishi desak ham bo'ladi. Endi so'z boshida mana tarafi yo'q bo'ladi. So'z boshida mana so'zning o'rtasida bitta nuqta qo'yib qo'yamiz. Bu so'zning o'rtasida ko'rinishi. So'z oxirida, ya'ni bosh qismi bilan faqat bir xil bo'ladi va o'zidan oldinga ham ulanib ketadi. 4 xil ko'rinishi bor fa harfini. Alohida ko'rinishi so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida ko'rinishlari bor. Fa harfining mahrajiga keladigan bo'lsak, fa harfining mahraji tepa tishlarimizning kesuvchi qismi pastki labimizning o'rta qismiga tegish orqali hosil bo'ladi. Buni mahrajini bilish uchun talaffuz qilib ko'radigan bo'lsak, bu holatda shu yerda fa bu hosil bo'ladi. Bu harfning sifatlariga keladigan bo'lsak, sifatlari hams, ya'ni jarangsiz harf hisoblanadi. Tovush paychalari ochiq bo'ladi, havo kam chiqadi. Ikkinchi sifati rohova, ya'ni sirg'aluvchi. Bu rohova degani mahrajiga havo harf mahrajidan sirg'alib o'tishi natijasida yoki sukunga kelganda ko'proq holatda sirg'alishga nisbatan aytiladi. Ya'ni af bu sirg'alishga nisbatan rohova deyiladi. Uchinchi sifati istifola, ya'ni fatha bilan kelgan holatda, ya'ni buni fo qilib yoki bo'lmasa yo'g'on holatda o'qimaymiz. Ingichka holatda fa qolgan holatda o'qiymiz. To'rtinchi sifati infitoh, ya'ni ochiqlik. Bunda hech qanaqa tilning o'rta qismi bilan yuqori tanglayda siqilish bo'lmaydi. O'shaning sabablisidan bu harf ochiq harf hisoblanadi. Sifatlari hams, rohova, istifola, infitoh sifatlariga ega ekan. Shu sifatlarni berib o'qiydigan bo'lsak, fa harfi to'g'ri holatda o'qilinadi. Fa harfini ko'pchilikda qalqala sifatini qo'shib qo'yishadi. Ya'ni affa bo'lgan holatda bo'lib qoladi. Endi biz buni af orqasini tekis holatda to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Buni misollarda ko'rib chiqamiz. Men o'qiyman, sizlar qaytarasizlar. Fa, fi, fu, fam, fan, kaf, falak, kafan, nafar, fawru, fawzu, fahmu, fikru, zifru, kiflu, fulful, nawfar, nawfal, fahima, yafhamu, ifham, iftatana, yaftatinu, iftakara, yaftakiru. Yuqorida berilgan matnni ko'proq eshitish va ko'proq qaytarish orqali sizda fa harfini arabiy holatda chiqarishingiz mumkin. Bu videoni ko'rganda sizlarda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz, biz sizga javob berishga harakat qilamiz. Shu bilan bizning fa harfimizga bo'lgan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'lasizlar. Ma'asalama.